Teploy nasos o'zi nima? Bizga maqtalgan darajada bu yaxshi narsami? Rostdan ham bitta o'zi ko'plab vazifani bajaradimi? Isitadi, sovutadi, issiq suv bilan ta'minlaydi va elektr energiyasini 4 baravargacha tejashi rostmi? Shu haqida siz bilan biz endi buni tahlil qilib ko'ramiz. Ya'ni bitta video bilan emas, ko'plab videolar bilan, turli xil eksperimentlar bilan, ya'ni nima demoqchiman? Bu qanaqa joylarga o'rnatiladi? Xonadongami, ishlab chiqarishmi, ofislargami yoki bo'lmasa hamma narsaga mos keladimi? O'rnagan joyga borib, realniy obzor qilamiz. Buni qanaqa plus tomonlari bor, qanaqa minus tomonlari bor, shunaqa katta xarajatga arziydimi? Va teploy nasos qanaqa qismlarga bo'linadi? R32 freonda ishlaydigan teploy nasos qanaqa-yu, R290 da ishlaydigan qanaqa? Shular haqida sizlar bilan katta bir eksperiment qilamiz. Buning uchun menga sizning yordamingiz kerak. Bu nima? Menga izohlarda o'zingizni qiziqtirgan savollarni yozib keting.